Hurmatli obunachilarimiz, mana bizning Amir Agro firmamizda eee, urug' mahsulotlarini ekishning ikkinchi mavsumi boshlangani bilan bizning Amir Agro firmamiz mana bu urug' mahsulotlarimizni qisqacha videosini chiqarmoqchimiz sizlarga. Bulardan o'sha ikkinchi mavsumga tikonli bodring, ya'ni qo'tir bodring deb ataladi mahalliy tilda. Shakti, Shakti F1, ya'ni Gollandiyaning o'sha Shakti F1 urug'i bu tikonli bodringlarning sarasi hisoblanadi. Ushbu urug'imiz juda hosildor yuqori, O'zbekiston mana dehqonlarimiz bemalol yaxshi bilishadi. Juda samarasi yuqori bo'lgan urug' hisoblanadi. Ushbu urug'imizni biz Amir Agro firmamizdan xarid qilishingiz mumkin. Keyingi urug'imiz bu Ashoka F1. Bu ham tikonli bodring urug'i hisoblanadi. Bu bodring urug'i ham juda Qozog'iston, O'zbekiston, o'sha O'rta Osiyo mamlakatlarida juda keng tarqalgan nomi ham ancha, samarasi ham, hosildorligi ham juda yuqori hisoblanadi. Konserva mahsulotlariga juda samarasi yuqori buni. Keyingi urug'imiz bu Asterix F1. Asterix F1 urug'imiz bu ham qo'tir bodring, ya'ni tikonli bodring. Ushbu urug'imiz O'zbekiston bozoriga yangi kirib kelgan, lekin bu o'sha dehqonlarimizning ishonchini qozongan urug' hisoblanadi. Buni ham bemalol sizga tavsiya qila olamiz. Bizning Amir Agro firmamizdan xarid qilishingiz mumkin. Bu navbatdagi urug'imiz bolgarskiy urug'lari, ya'ni bolgarskiy baklashka urug' deb aytiladi o'zbekizning xalq tilimizda, ya'ni California Wonder. Italiyaning Nasco kompaniyasining California Wonder urug'i. Ushbu urug'imiz ham samarasi juda yuqori. Bolgarskiy bu ikkinchi hosilga, ya'ni konserva mahsulotlarini ekishga juda mahsuldori yuqori ham samarali hisoblanadi. Bolgarskiy urug'larimizda ikkinchisi mana Bursa Toxum kompaniyasining Turkiyaniki. Bursa Toxum kompaniyasining bolgarskiy mana California Wonder. Ikkalasi ham navi bir xil, lekin bu Turkiya, bu Italiya urug'i hisoblanadi. Bursa Toxum kompaniyasining Turkiyaniki bu ham. Ushbu urug'imiz bitta kapstar deyiladi. Lastichka ham deb aytib o'tiladi O'zbekistonda mana. Ushbu urug'imiz qip-qizil bo'ladi. Ya'ni o'sha solyonlarga, bemalol mana shu konserva mahsulotlari kuzgi mavsumimizga juda samarasi yuqori hamda o'sha rangi ham, go'shti ham, qalinligi ham qalin bo'lgan bolgarskiy urug'imiz hisoblanadi. Hurmatli obunachilarimiz, mana bizning Amir Agro firmamizda endi bundan keyingi tushuntirib o'tadigan sizlarga aytib o'tadigan urug'imiz bu xalq tilida o'sha qizilcha deb ataladi, ya'ni qizil lavlagi urug'imiz hisoblanadi mana Pablo F1. Pablo F1 ushbu urug'imiz ham Gollandiyaning Bio kompaniyasi urug'i. Ichida 25 ming dona urug' bo'ladi. Buning 50 ming donaligi ham bor, 25 ming donaligi bor. Ikki xil paketda keladi. Ikkalasi ham bemalol samarasi juda yuqori bo'lgan lavlagi urug' hisoblanadi. Keyingi urug'imiz shu lavlagi urug'imizning Boro F1. Ushbu urug'imiz 50 ming donalik urug'. Bu urug'larimiz ham juda samarasi yuqori. Xalqimiz bemalol xalqimizga mana shu urug'larimizni tavsiya qila olamiz. Qadrli hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatib boruvchilar, bundan tashqari bizda barcha bug'doyga, g'allaga, pomidorga, o'sha poliz ekinlariga barcha turdagi ximikatlarimiz mavjud. Bizning Amir Agro firmamizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bizning filialimiz o'sha Mirzo Ulug'bek, Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek 96-dom hamda o'sha Samarqand shahrida mana Seliski Oxali Kuruk deyiladi. U yerda ham filialimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan narxlar, optim narxlarda qilib beramiz sizlarga.